Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hozir biz Pop shahridamiz. Ajoyib bir onajonimizni, musofirdagi farzandlari, kelinlari nomidan tabriklash uchun chiroyli buyurtma asosida tayyorlangan tortimiz va chiroyli buyurtma asosida tayyorlangan guldastamiz va onajonimiz uchun ajoyib qimmatbaho sovg'amiz bor. Hech kim bilmaydi. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rsangiz sovg'a nimaligini ham ko'rib olasiz. Agar sizga ham shunaqa qimmatbaho sovg'alar va bizni kutilmagan tashriflarimiz kerak bo'lsa, bemalol ekranda chiqayotgan raqamlar orqali murojaat qiling. Yaxshi kunlaringizda, kutilmaganda xonadoningizda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Daryo, daryo, daryo onam. Dunyo, dunyo, dunyo. Orzu umidlar qilgan, butun hayotini baxshida etgan, hamisha yo'limga ko'z tikkan volidamning tug'ilgan kuni, onajonimning tug'ilgan kuni. Yuragi bir daryo, 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 daryo onam. Mehr muhabbati dunyo, dunyo, dunyo onam. Yuragi bir daryo, 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 daryo onam. Mehr muhabbati dunyo, dunyo, dunyo onam. Boshimizni sinab, umrimizni sinab, duoda har kun farishtaday go'yo, 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 go'yo onam. Assalomu alaykum. Ona yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, opachimsizlar? Ya, ona yaxshimisiz? Va tajidga odam bor ekan. Assalomu alaykum. Bitta borgancha endi hech kim meni tanimagandi. Hech kim tanimagani, o'zim hayron bo'lib ketdim. Xo'p, bugun siz tug'ilib qolibsiz. Ishga qaraganda 16 yoshdan 18 bo'ldi. Biz ham 18 ga kiraylik deb niyat qildik, sizni yoshingizni ko'rib. Keyin rosa chiroyli gullar qidirdimda. Qarayman hammasi, yo, men xuniyman, obatsam chiroyli onani yonida men uyalib qolaman deb eng chiroyli gulni to'yib kelsam, bari sizdan xuniy ekan. Hayron qoldim-da. Meni oldan sotuvchi. Bu eng chiroylisidan meni oldi. Onajon, bunaqa yoshlar ko'piga kiring. Biz o'zimizdan vahiyroq kelishimiz kerak edi. Bizni aslida deb olib qarasam, bizda emas ekanda. Taqdir shu momentga to'g'rilagan ekan. Ona, yo, kelishimiz o'zi bir mo'jiza bo'ldi, bir hikoya bo'ldi. Kirib kelishimiz bitta kino bo'ldi o'zi liftda. Onajon, mana shu gullar sizga. Tug'ilgan kuningizga tabriklaymiz. Bitta narsani aytib qo'yay ona. Sizga bugun biz siz uchun eng yaxshilarini tanlab, chertib, yo'qmaganini dim uchirib, ichidan saradan ajratib olib tanladik. Sizni baxtingizga gul tugab qolgan ekan gul do'konda. Ya'ni eng chiroylilar tugab qolgan ekanda. Eng chiroylisini qidirib, buyurtma qilib olib kelsak, lekin bu ham siz yoningizda xunuk ekanda. Endi tortdi, eng chiroylisini buyurtma berib, ustiga gullar bilan bezatib kelsak, bu ham mundoq qarayapti-da, onam yonida mana xunuk ekanman deyapti. Siz dunyoda durdonasizda, shunga sizga olib kelmoqchi bo'lgan narsalarimiz ham durdona bo'lsin, bir dona bo'lsin, yagona bo'lsin, marvarutu gavhar bo'lsin deb olib keldik onajon. Kayfiyatingiz qanday, ona? Yaxshimisiz? Bizni bu yerga yuborgan insonlar, musofirlar. Endi bu g'oya kimdan chiqqandi o'ylaysiz, ona? Qaysi birlardan? O'g'lingizdanmi, keliningizdan? Nevarangizdan. Qo'ying, qayerdan to'g'ri shuncha narsani? Ko'nglingiz sezadimi? Yo, surpriz bo'ldimi sizga aytib o'zi? Bilmadim. Yo, u shunaqa tez qilaverganidan o'zi sizga odat bo'lib qolgan bo'lar. Ona, yana bitta sizga sovg'amiz bor. Uni topshirishdan oldin mana shuni sizga yetkazib qo'yishim kerak-da, onajon. Voh, ketish yaxshi. Ona, bizga iltimos qiluvdilar, Muhabbat opa keliningiz bo'ladimi? She'r yozishga harakat qildim. Bir 5 yil, 7 yildan beri umuman narsa yozishga vaqtim bo'lmagan edi. Bir jumlalari ham to'g'ri chiqmagan bo'lsa, kamchilikcha uzr so'rayman, lekin harakat qildim siz uchun. Bugun ajoyib o'zgacha kun. Meni dunyoga keltirgan, oq yuvib, erkalab o'stirgan onajonimning tug'ilgan kuni.
mendan orzu umidlar qilgan, butun hayotini baxshida etgan, hamisha yo'limga ko'z tikkan, volidamning tug'ilgan kuni, onajonimning tug'ilgan kuni. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Endi mana bu joyda keliningiz yuborgan she'r ham bor-da. Endi shuni ham yetkazib qo'ying, omonat. Hech kimda yo'q uning kulgusi, biram go'zal shirin tuyg'usi. Doim kulib yursin-da ko'zi, shukrona kun muborak ona. Bizni deya bo'lgan jon sarak, yo'lim poylab bo'ladi halak. Hammadan ham zo'ri shu malak, shukrona kun muborak ona. Jannatligim, nurli yuzligim, mehr daryo shirin so'zligim, erkalatib aytar so'zligim, shukrona kun muborak ona. 90 bilan to'qnashib yashang, 100 ga kirib yuzlashib yashang. Xursand bo'lib yuringiz bashang, shukrona kun muborak ona. Ko'zingizdan oqmasin ko'z yosh, yoshingizga Alloh qo'shsin yosh. Sistemlarga doim bergansiz bardosh, shukrona kun muborak ona. Doim kulib yuring ona. Yuzingizdan kulgu arimasin. Bugun Ramazon oyida siz bilan ulug' kunlarda vidolash nasib qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Kuningiz doim barakotli, xayrli o'taversin, quvonchlarga boy bo'lsin. Eshigingizdan faqat yaxshiliklar, kutilmagan surprizlar va yaxshi insonlar kirsin. Va qalbingizda nima go'zal niyatlaringiz bo'lsa, barchasini yaratgan egam ijobat qilishini tilaymiz. Bugun sizga kutilmagan tabrik loyihasini ijodkorlari chiroyli sovg'alar qilib, qalbingizni xushnud qilib, shu pozitiv energiyaga boy bo'lib turgan bo'lsangiz, shuni 200 qo'raylik deb keldik. Emotsiyalaringizni toshirib tashlaylik deb keldik. Bugun sizni kuningiz ona. Hali dunyoda tashvishlar hech ham tugamaydi-ku, bilasiz. Shu o'zbekistonda tashvishi, bugun ko'mib qo'ying, ustiga chiqib o'ynab bering. Xohlasangiz mana shu Husanboy mehr bilan, ovozlari bilan, ijodi bilan, butun qalbidagi qo'ri bilan qo'shiq aytaveradi onajonim. Sababi bugun sizni xursand bo'lib kulishingiz uchun harakat qildi shu bolalaringiz. Chunki siz ular katta qilaman deb qancha mehnat qilgansizda, sitamlar, mehnat, og'riqlar hammasi o'tib ketib, endi sizni davringiz keldi ona, qaddingizni tik tutib yuring demoqchi bo'lyapti-da ular. Senda xalq soyursin deb dorini ulashib, Ko'rmayapsizmi? Ichimizda bo'lgan nima joyda bormi? Sen o'zim mahallamdan O'zim mahalladan ketgan. Bu kirmayman, men tanimizga joyga kirmayman dedi. Hatta bilasan, qandoshing bo'lsa nima qilasan bu? Namazda kelyapti. Yo'q aka, popda qandoshim yo'q dedi. Qaydan bilasan dedim. Xolobachcha chiqib qolsa shu. Ona hozir biz endi keliningizni so'zlarini aytdik-da. Endi hozir men videoni ko'rib turib, bilaman o'g'lingiz bu bola g'alati chiqdi-yu. Biz yaxshi ko'rmaymizmi onamizni deyapti-da. Shunga farzandlaringizni ham ichidagini aytib qo'ying, ya'ni. Shodliklarim sig'may ketar tanamga, bolam deya kirib kelsa xonamga. Farishtaga o'xshar deyman aslida, farishtalar o'xshar meni onamga. Donolardan yetib ortar zehni bor, dunyolarga yetadigan mehri bor. Allasida o'zgacha bir sehr bor, farishtalar o'xshar meni onamga. Kerak emas tillo yuzar onamga, kerak emas qanot o'par onamga. Shu sababdan farishtasiz deya olmayman, farishtalar o'xshar meni onamga. Doim farishtadek bo'lib yuring, go'zal bo'lib yuring. Hozir qolganlar xafa bo'lmasin, haqiqat aytish kerak-da, haqiqat achchiq bo'ladi. Xafa bo'lmanglar mendan, to'g'risi. Eng chiroyli sizsiz, hammasizdan bo'ladi. To'g'risini aytib qo'ya qolay. Endi xafa bo'lishsa ham endi haqiqat aytish kerak uni. Endi nabirangiz bor ekan. Sizni sho'x ekan. Ular aytyapti, biz yaxshi ko'rmaymizmi deyapti. Bir chekkada turib. Obbo dedi. Hozir tashqarida shunaqa razborlar bo'ldi-da, biz bilan liftda. Endi ona shu nabiralaringizni ham siz yaxshi ko'rar ekan. Emotsiyalarni yetkazib qo'ying. Ular ham bir mazza qilarsin, onajonim. Siz yaxshi ko'radi ulardan nima qilsa ham bu siz. Turli tuman gap so'zlarni tinglar quloq, davralarga chorlaydilar yaqin yiroq.
so'zlashaman hamma bilan do'stlar biroq suhbatlarning eng yaxshisi buvim bilan. Duosidan oyni qo'lim tutib turar, eshigimda baxtlar navbat kutib turar. Yutqazmaydi ko'nglim doim yutib turar. Omadlarning eng yaxshisi buvim bilan. Buvijon, butun omadi bilan siz bilan. Agar o'zlari bilsa, doim bularning omadi bo'lib, duogo'yi bo'lib yuring. Shu xonadonni doim davrasini to'ldirib, o'zingiz bosh bo'lib duolar qilib yuring. Charchamang. Allohning panohida bo'ling. Endi mana shu joyda bir g'aroyib sovg'a borda. To'g'risini aytaman, meni eng ko'p vaqtimni olgan, eng ko'p energiyamni olgan shu bo'ladi. Nimaga desangiz, buni bir 7 ta 8 ta variant tashlashdi, o'xshamadida. Qani endi so'kib bo'lsa-da ulardi. Tushuntira olmayman-da, oxiri eplashdi. Eplashdi, biz ham epladik. Oxiri epladik. Sizni bildirmay turib, qaydandir bir husn jamolingizni ko'rib qolish. Mana shu ham sizga-da, ona. Lekin aslida hozir maqtanyapti-yu, aslida u tashlagan narsalari xira edi. O'g'irladik bilaman. Lekin bilinmaydi ona. Ya uzun. Men shuni buni nima deyib topshirayotganda desam, uyni to'riga ilib qo'ysalar, o'zlari ko'rib tursinlar deydi. Ona, xo'p, biz hozir she'rlarni etib bo'lgandan keyin sekingina, imijimida surishimiz kerak edi. Lekin hozir Husanboyda shunday qarasam ilhomlari kelyapti. Sizni ko'rib bir bildim, biroz qo'shiq aytmasak ketolmasak. Onajon. Men doq qarasam Husanbek aka tomog'ingiz olyapti dedi. Tushundimki men duo olmadim-da, charchadim o'zi. Bitta duo qilib bering onajon. Biz duolarga to'ymaymiz. Endi men uncha gap ko'rsataman. Siz maktabda kallashdi, koridorni oynasini orqasida tosh ustida o'tirib o'tirganmiz, ona. 9-sinfda o'qimaganman. Agar o'qigan bo'lganingizda bundan ham katta Hali Salimacham orzu qilganda diplomat bo'lardim. Shu o'qimaganman, lekin hozir ham diplomatdan kam joyim yo'q. Duosini olay yuribmizda. Hech ham kam joyingiz yo'q. Nima? Mahmudjon akam o'zini aka uka edilar. G'irt aka uka edilar. G'irt unaqa sal bas. G'irt aka uka. Men ham qo'lasim nima bo'ladi? Prokuror bo'lardilar. Qizlarning bittasini. Mana Xudoga shukr, ko'zi ham juda chiroyli. Nimalar, to'g'ri bo'lsa Xudoga shukr, omadli bo'lishdi hayotda. Mana Xudoga shukr, sizlardek farzandlar berdi Xudo. Xudoga shukr, Xudo rahmat qilsin, meron qolaman. Mahmudjon akami, Salim opamni, hammalarini ham ilohim. Endi sizlarni ham amin, avvalo tinchlikda xotirjamlik bersin. Ona duoga usta basman. Sizni ona har bitta og'zingizdan chiqqan so'z duo. Undan zo'r duo bo'lmaydi bu dunyoda. Xudoya sizlarni ham ilohim shunaqa yoshlarga yetkazsin. Bola chaqalaringni orzu havasini ko'ringlar. Sizlar ham otam deydigan, onam deydigan farzand bo'linglar. Otalaringni, onalaringni e'zozlaydigan farzand bo'linglar, ilohim. O'zlaringni bola chaqalarini orzu havasini ko'ringlar. Bolalaring o'qimishli bo'lsin, ilmli, ziyoli, diyonatli bo'lsin. Kelajakda o'z o'rnini topadigan, Xudoyim taolo muborak joyga tushiradigan farzandlar ko'ringlar. Farzandlarning orqasidan to'rlarga chiqib o'tiringlar, ilohim. Xudoyim, ilohim, umrlaringizni uzoq qilsin, rizqlaringizni baland qilsin, ilohim. Farzandlaring bilan sizlarni yaxshi hayot kechirishlaringni Alloh ta'minlab nimaga yetkazishaversin. Ona. Yana bitta narsa istadim. Yani aytib. Bola sog'inib ketdim. Video orqali ko'rmoqchilar. Mazza qilib. Kechasi kunduzi duo qilaman-da. Ya, sizni sog'inganlar telefonda ko'p gaplashishadi, lekin mana videoda ko'rish boshqachada. Duo qilayotganingizni eng asosiy. Avvalo, butun Rossiyaga bola boqaman ishlagan ketganlar Allohga omonat. Omonatga xiyonat qilmasin.
ularni yo'li cho'llarda balo ofatlardan, chirkin falokatlardan, bemahal o'limdan, quruq tuhmatdan, to'ydirishdan, shikastlantirishdan Xudo o'zi saqlasin. Hammani bolasini saqlagani qatorda mani bolalarimni ham saqlasin ilohim. Hammalari ham ilohim balo ofatlardan, chirkin falokatlardan, bemahal o'limdan, quruq tuhmatdan, to'ydirishdan, shikastlantirishdan Xudo o'zi saqlasin. Xudoga omonatga xiyonat qilishmasin. Olaman deb ketishdi, Xudo olishsin. Vaqt soati yetib kelar vaqtlarda to'rmijasi but sog' salomat shundaylarni pullarga to'ldirib ishidan kirib kelishini nasib qilsin. Ilohim, sizlarni ham xaridorlaring hamisha orqadan ergashib yuraversin. Pullaring ko'payaversin ilohim. Ha, ro'zg'orlaringga baraka bersin ilohim. Hammalaring ham sog' salomat bo'lib, bemor bo'lmanglar. Aytganingiz kelsa, onajon, bu duolar do'gondagi Huson bo'lib, aniq bilaman. Yo'q, aytadi Husanbek. Shunaqa siydirdim, bunaqa vazn hali olmagan ovqat yeyman. Onajon, Mayli. endi g'uborlarda to'king, endi mana shu qizlaringiz bilan o'ynang. Mana shu videoga chiroyli sahna qilib beraylik. O'g'illaringiz, nabiralaringiz, kelinlaringiz ko'rib maza qilishadi-da. Hech kim yo'q, o'zlaring bo'lsalaring. Mana shu keng ekan, bu yerda keng joy yo'q ekan. Mana shu yerda Bo'yga chiqalaylikmi? Keyin Ana. chiqinglar o'ynanglar. Albatta, chiqaveringlar. Siz o'ylamasiz qiziq qolmaydi. Sizlar o'ynanglar, uyga.